Assalomu alaykum, hurmatli Bog'ot avtosentr kuzatuvchilari. Bugun 11 mart 2025-yil. Vaqtimiz bo'lmadi yana. Kech bo'lsam obzor etib o'tacakmiz. Toza bir 3-4 mashina keldi yana. Xo'sh, 2019 Nexia 3 dan boshlaymiz. Nexia 3 74 ming yurgan metallari bor, Nama paket yumshoq balonlari bor, kraskasi absolut radmoy. Mashinaning bahosi naqd pul bo'lsa 98 million so'mga beriladi. Oxirgi bahosi 98 million so'm. Avtokreditga chiqadi. 20 milyon so'm bilan hamma ishingiz bitadi. Oylik to'lov 3 milyon 550 ming so'mdan 4 yilga chiqadi. Notarius gayi hammasi 20 bilan bitadi. Metan hamma narsasi bor 2019-yil. Xo'sh, keyin avtomat korobka Gentramiz geldi yine. Darkman Blue Suede sayada yine kapkar olib ko'rinib turibdi. 2023 lekin 24 da salondan kelgan, tex pasporti 23. 1000 kilometrede vermiş kumunu. 3000 kilometre yürüttürttü bu. 3000 kilometre yürügen benzinde, abis, sakadiske, lük hem meveci var. Maşın bakası 185 milyon so'm. Eğer avto krediti alaman desenizle 15 milyon so'm pul gerek oladı eldinden. Notarius gayse eddin ilekin bunikini. Aylık to'lovi 6 milyon 100'den düşerdi. 5 yile çıkardı. Eğer naqd pul alaman desenizle 185 gelişip veriledi. Maşin zor. Xo'sh, 2022 tex pasporti 21, yine işlerden düşürüp kuzu bir 22 yine ayna. Gördünüz 22 tex pasporti lekin 21 style variantı 103 bin probegi yürüttürttü. Metan gazları bor. Akkumulyator hem taza. Xo'sh, krel bilan kapotu uzun iki, yine eldilenler görünler. Elde tarafları hem beni zoğutturttu yine. O pessenlana göre arasıyla ben taraf hem yine hiç yerim oynanamaz. O bana zoğutturttu. Telefonum mu? Ne oldu? Maşının bakası naqd pula 137 milyon so'm, avtomat korobka Gentra, avtokreditda 0 so'm bilan chiqadi. Notarius gayi hem o'zlarini o'zimiz to'laymiz. Oylik to'lovi 5 milyon 400'dan tushadi. Lük pük hem o'zi bor, metallar ham bor. Keyin 22-yil Cobalt avtomat korobka 26 ming yurgan metan gazları bor. Bahası 140 milyon so'm deb turibdilar. Kraskasi toza. Üstünde 1 so'm 2 so'm gelişib beraman dedilar egalardan. 14 milyon so'm bilan chiqadi. Ha yok, bu toza grafik bo'yicha 20 milyon so'm bilan hamma ishingiz bitadi. Oylik to'lovi 4 milyon 550 ming so'mdan tushadi buniga. Avtomat yumshoq balonlar ham bor menimcha. Yine yumshoq balon, metan ham mevci bor. Ko'rsatib. Xo'sh, keyingi mashinamiz 10X 2023 16500 kilometre yurib turibdi. Pakalina propani bor. Kraskasi absolut toza, yumshoq balon ham mevci bor. Ikkinchi pozitsiya, qimmat chexollar, evakor polik ham mevcilar tashalgan. Mashinaning bahasi 137 milyon so'm bo'lsa beramiz. Avtokreditda 1 so'm qimmat bo'ladi. 13,5 milyon so'm bilan hamma ishingiz bitadi. Notarius gayi taqiq paqiq hamma mevci bitadi. Oylik to'lovi 4 milyon 600 ming so'mdan 5 yilga chiqadi. Shunday yine oblisovkalar qo'yilgan. Mashinada bir yerda tosh tegan yoki qirchiq-pirchiq hech narsa yo'q, defekt yo'q. Keyin 20 mexanika korobka Cobaltimiz, kapotunun içinde pitnosi bor. 63 bin probeg yurib turibdi. Kuzubi 21 lekin. Metan gazları bor. Greenlander, yumshoq balonlar ham toza qo'yilgan. Xo'sh, mashinaning bahasi naqd pul bo'lsa 123 milyon so'mga beramiz. Avtokreditga chiqadi. 19 milyon so'm bilan hamma ishingiz bitadi. Oylik to'lovi 4 milyon 100'dan tushadi. Notarius gayi hamma o'zida 19 milyon so'm bilan bitirib beramiz. Keyin Cobalt avtomat 2024 7,5 ming probeg yurib turibdi. Metan gazları bor, kraskasi toza. Mashina ideal holatda turibdi. Mashinaning bahası, bo'ladigan bahası bu egalardan 150 milyon so'm bo'lsa beradilar. Eğer avtokredit alaman desangiz 12 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 5 milyon 100'dan tushadi. Notarius gayse eddin lekin. Shunda 19, gideti 19,5 bilan hamma ishingiz bitadi. Oylik to'lovi 5 milyon 100'dan 5 yilga chiqadi. Keyin
Nexia 1 2001-yil kraskasi asvijit bo'lgan, pollyukus, chexol polik hamma o'zlari bor. Metan gazlar ham bor. 352 ming probeg yurib turibdi. Mashina bahasi 33 million so'm. Avtokreditda gidetib 18 million so'm pullarınız bo'lsa, chiqarib beramiz. Generalniy bilan chiqaraman desangiz, generalniy bilan chiqadi. Oylik to'lov 1 million 100 gidetib shulardan 33 oyga chiqadi. Yumshoq balonlari hamma o'zi tayyor. Motor ham toza remont bo'lgan. Keyin Niva mashinamiz 1984-yil LDZ tartadi, period razdatka hamma o'zlari ishlab turibdi. Metallar ham hali suroqlari ko'p. Polniy asvijit bo'lgan. 206 ming probeg yurib turibdi. Bahasi 30 million so'm. Avtokredit chiqmaydi. Naqd pul olaman desangizlar, kelasizlar, egalar bilan tartishib, savdolashib olasizlar. Keyin Spark mashinamiz 2019-yil ikkinchi pozitsiya mexanika 31 ming kilometr yurib turibdi. Metan gazlari bor. Arka krelinda shu bir chali desam, bir qarashda sal ziyodraq yerinde kraskasi bor. Vam qirchilgan uchun sapilgan. Boshqa yeri hamma yeri idealniy. Mashina bahasi 93 million so'm. Avtokredit olaman desangizlar 12 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 300 dan tushadi. Metan ham pokoleniya. Bu ochiq turibmi bu? Motor tarafini ochib ham ko'rmadik buni. Pokoleniya dedilar-da, ilik ekan bu. 4-pokoleniya metan qo'yilgan. Yumshoq balonlar ham bor. Nama yumshoq balon qo'yilgan ekan. Mashina lekin setda ishlab turibdi, motorlardan gap yo'q. Keyin 2011-yil Matiz 102 ming yurgan, egalardan bor, zanglari ishlangan. Yana ozgina zang ko'targanlari bor. Yumshoq balonlari, tumankalar ham ustanovka bo'lgan, o'zi prostoy lekin. Mashina bahasi 40 million so'm deb turibdilar. Ustidan yesangizlar 1-2 so'm kelishib beradilar. Agar avtokredit olaman desangizlar 11 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lov 1 million 600 dan 3 yil 33 oyga chiqadi. 1 million 600 dan. Mesela hurmatli obunachilar, sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, bemalol shu yerga ekkilaverasizlar. O'zimiz reklama etib, shu yerda besplatno sotib beramiz. Videoda kommentariyada kamchiligingiz bo'lsa, yozib qoldiringlar. Like bosishni unutmaymiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.